Bugun Karmana tumani Uyrot mahallasida suv ta'minoti masalalari bo'yicha aholi murojaatlari va takliflarini o'rganish maqsadida sayyor qabul o'tkazildi. Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bosh muhandisi boshchiligida bo'lib o'tgan ushbu qabulda suv ta'minoti bo'yicha murojaatlar bilan ishlash mutaxassisi hamda tuman bo'limi mas'ullari ishtirok etishdi. Qabul davomida har bir fuqaroning murojaatlari atroflicha o'rganilib, tezkor hal etish choralari ko'rildi. Murojaatlarning aksariyati joyida hal etilib, 4 ta muddat talab etuvchi murojaatlar nazoratga olindi. Ushbu sayyor qabul orqali aholining sohaga doir muammo va ehtiyojlari aniqlanib, kelgusida suv ta'minoti tizimini yaxshilash bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Tadbirda ishtirok etgan mahalla aholisi o'z fikrlarini bildirib, kelgusida bunday qabullar ko'proq o'tkazilishi lozimligini ta'kidlashdi. Mana shu mahallamizga bugun sayyor qabul bo'ldi. Mana yaqindagina suv ta'minoti tomonidan murojaat qilgandik. 870 metrlik suv ta'minotini bizga yangi liniyaga almashtirib berildi. 69 ta xo'jaligimiz hozir suv bilan juda bir minnatdor bo'lib suv ichyaptilar. Biz xalqimiz nomidan, nuroniylarimiz nomidan ana shu Karmana tumani suv ta'minot xo'jalik rahbarlariga o'zimizni katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Prezidentimizga ham ana shunday tashakkurnomalarni aytamiz. Shunday nuroniylarga ochib bergan suvlar bo'yicha, yashash bo'yicha sharoitlarni yaratib berganlari uchun prezidentimizga ham katta rahmat aytamiz. Shunday ishlarni olib borayotgan suv ta'minot rahbarlariga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana hayotimiz yaxshi bo'lyapti, suv bilan ta'minlanyaptilar. Biz juda minnatdormiz. Aholi farovonligini ta'minlash maqsadida tashkil etib kelinayotgan bu kabi sayyor qabullar barcha hududlarda davom etadi.